Gerçi bana qarab bolam. Ben hamma shogirdlarimga aytganda boshqa qilganda ham shu narsani aytaman. Kayfiyatlar kasalligi yoki azozospermiya hech qachon bu prigovor emas. Uni albatta tagiga yetib boshqa qildirib uni juda ko'p mana yaxshi samarali rezultatlar olyapmiz. Lekin mana bu bemorni man tuzataman, bolalik boraman degan gap bu noto'g'ri gap. Avvalambor hech kim hali 100%li natijaga erisha olmaydi. Sabab doktor hech kim emas. Homilani ham Alloh beradi. Biza nasib bo'lgan bo'lsa sababchi bo'lib qolishimiz mumkin. Bu ham peshonamizga yozgan bo'lsa. Ilmni kuchaytirish, chuqur bilim olish, shuni sababini to'g'ri qilishga sababchi bo'lib qoladi. Agar sababini to'g'ri qiladigan bo'lsak, demak bizada Allohdan kutadigan shunchalik tavakkalimiz ham kuchli bo'ladi. Sababini qilmagan bo'lsak, aniq qilmagan bo'lsak, yoki kallang ishlamay, aqling yetmay qilmagan bo'lsanglar, hech qanaqa o'ta rezultat bo'lmaydi. Endi qarab, bizada ana darsi oxirgi shu yil ichida, hozir 25-yil ichida aytyapmiz. Bunaqa kayfiyatlar kasalligi bilan bir nechta bemorlarimiz bitta mozaikli bo'ladi. Ularga birinchi xil nima qilganmiz, bittasi gormonlarni o'sha korreksiya qildirganmiz, genlaridan kelib chiqib, qayerdadir o'zak hujayralarni davolash bo'lgan, boshqa qildirgan. Ana shularda 35% holatda bizada rezultat bo'lib, tumantingiz bo'lgan va qizli bo'lishgan. Juda katta rezultat hisoblanadi. O'sha dunyodagi men adabiyotlarni o'rganib chiqdim. Juda katta rezultat hisoblanadi. Shu yetkaztirganiga, shunaqa bizga sababchi qilganiga shukr qilamiz. Alloh buyoqga ham shunaqa qildirsin. Endi eng yomon holatida, misol uchun kayfiyatlar holati hech qanaqa mutatsiyalar juda kuchli, hech nima qilib bo'lmayapti. Demak, bu holatda butun umr gormon terapiya o'tish kerak bo'ladi. Testosteron bilan желательно bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, androgel bilan oldin o'tkazasan. 3 oy, 4 oy qarab, ota gemotokrit o'zgarmasa, bolada stabil testosteron o'zini holatiga yetib, nasishini bu bo'lgandan keyin prolongirованный, masalan, testosteronga yoki boshqa narsaga o'tkazsang bo'ladi. Atak butun umr ham shu nimada androgelda yuraversa ham bo'ladi, hech qanaqa muammosi yo'q. Faqat arzon qisqa testosteronga o'tkazishni maslahat bermayman. Masalan, testosteron do'konlar bor. Bu yaxshi, o'sha prolongir hisoblanadi. Nibida bizani bozorimizda bor, registratsiyadan o'tkazilgan. Boshqa formalar, masalan, sustanon, aminoadren, battar boshqa formalar testosteronni maslahat bermaslik, chunki u kun bo'yi odamdagi normal terapevtik konsentratsiyali dozani ushlab olmaydi. Tepaga tushishga, pastga chiqishga, insonda kun bo'yicha kayfiyati buzilishiga, bir xil turmasligiga olib keladi. Shuning uchun men shunaqa holatda gormon terapiyani shunaqa qildirishni maslahat beraman. Endi agarda shu bemorimizda gipogonadizm holati hisobiga unda semizlik paydo bo'lgan bo'lsa, ana mana shu semizlik ko'pincha gipogonad holati hisobiga kelib chiqadi. Bizda yevnuq deb aytiladi, ya'ni moyaga yo'dagi yevnuq degan o'sha bacha bo'lib qolganlarni gapiriladi. O'xshagan semizlik bo'ladigan bo'lsa, semavik degan hozir mana inyeksiyon preparatimiz bor, tayyor. Undan keyin Munjero degan preparatimiz bor va oxirgi chiqqan nimalardan preparatlardan Trivanon, Retardotib degan o'sha preparatimiz bor. Shuni maslahat beramanki, nimada shunaqa holatlarda ishlatishni. Ko'pincha bu
ozdirishga, insulin rezistentni tushirishga, tezroq shu bemorlarga yordam bo'ladi. Agarda kimdadir shunaqa qiziquvchanlik bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh yozib yuborsanglar, shu preparatlar to'g'risida yana alohida sizlarga tushuncha beramiz. Xayr, salomat bo'linglar.